Top 3 eng kassabop filmlar. Birinchi o'rin 2009-yil suratga olingan Avatar filmi. Send them a message that this is our land. Ikkinchi o'rin 2019-yilda suratga olingan Qasoskorlar so'nggi olishuv. Uchinchi o'rin esa deyarli butun dunyo tomosha qilgan Titanic filmi 1997-yilda suratga olingan. Stretches her arms out wide. I'm flying! Jack! The sea breeze ruffles. Bundan-da qiziqarli ma'lumotlar qiziq bo'lsa agar kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.